Moskva hamda Moskovskiy oblast yurgan aka-opa singillarimizga 3 oy bazada turadigan eng ishonchli registratsiya xizmati hamda deport zapret tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqing. Zuhriddin bizga bez ob'yom ishlardan chiqaring degan akalarimiz, opalarimiz uchun mana sizlarga bez ob'yom skalad emas. Bu safar teplitsada ish bor. Ham erkaklar, ham ayollar 18 dan 45 gacha emas endi, 18 dan 50 yoshgacha bo'lgan hammani ishga qabul qilinadi. Aytib o'tgandek bez ob'yom, ya'niki kunlik yozilib ketaveradi. Ishga chiqdingizmi, kuningizga so'mdan bor. Ya'ni so'mi qancha ekanligini videoning oxirida albatta aytib o'tamiz. Demak, undan tashqari 2 mahal ovqat bepul, yotog'i bepul, registratsiya bepul, forma beradi. Mana shunaqa ish, ajoyib ish. Bez ob'yom, oyliga bir oyda 2 marta, har hafta avansi bor. Bu ish qayerdan, nima ish, to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta eng birinchi videoni boshdan mana shu videoga like bosib, shu videoni ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga tarqatib qo'yinglar, hamda kim kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, iltimos obunasi bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh bu bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Demak, like bosinglarmi? Podpisatsiya tugmasini ham bosinglarmi? Sizlardan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Demak, bugungi yangiligimizni boshladik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz granitsaga borib kelyapmiz. Mana borib kelyapmiz. Qanday borib kelyapsizlar? Zo'r. Voditelь zo'r. Hammasi Yaxshi, yaxshi. borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi, tanlovda adashmanglar. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Bizda yana yangi vakansiya Moskovskiy oblast gorod Kashiradan. Ya'niki Moskovskiy oblast patenti bor aka-opa singillarimizga ish bor. 18 dan 50 yoshgacha bo'lgan hammani ishga qabul qiladi. Faqat qo'lida patenti borlar, ya'ni ofitsialniy ish Trudodagor Ujimlari kompaniya hisobidan beriladi. Bez ob'yom smenasi 3200 rubldan. Yotog'i tekin, registratsiya tekin, 2 mahal ovqati ham tekin. Ko'ryapsizlar? Pashta hamma narsa bepul kompaniya hisobidan. Sizda chista o'sha 96 ming oylik chiqsa bir oy davomida undan siz patentingiz uchun rasxod qilasiz, bo'ldi. Qolgan hamma narsa kompaniya hisobidan. Ya'ni oyiga minimum hozirgi kursga olib qaraganda $800 dan $1000 gacha mana shu Kashiradagi teplitsada ishlab siz olishingiz mumkin. Ha, aytgancha, Zuhriddin, siz namanganliksiz. Namanganda eng yirik sohalardan biri bo'lgan darvoza sohasida eng malakali ustalardan bormi Zuhriddin deganlarga, ha, bizda mana endi darvoza xizmati eng qulay va sifatli, arzon narxlarda yetkazib, o'rnatib berish hamma xizmatlari mutlaqo tekin. Albatta butun O'zbekiston viloyati bo'yicha 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Albatta narxlari kelishilgan holatda. Kimga shunaqa arzon va sifatli darvoza xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga hoziroq aloqaga chiqinglar. Bu teplitsada основной bodring pomidorlar yetishtiriladi. O'sha joyda kimdir upakovka, kimdir fassovka, kimdir paketlaydi, kimdir bargini teradi, kimdir yuladi. Xullas farqi yo'q. Nima ish qilishdan qat'iy nazar, smenasi 3200 rubldan hammaniki bir xil. O'shaning uchun kimga agar mana shu teplitsada ishlashni xohlasa, ekranda bir emas, 2 ta nomer turibdi. Olga hamda Tatyananing telefon raqami turibdi. Bu bizni o'zimizning kompaniya, puliga aldamaydi, puliga ishonchli. Bu kompaniya yana ko'p ishlari bormi Zuhriddin deganlarga, ha, Telegram silkamizni qoldirib qo'yman. Mana shu Telegram gruppada har kunlik ishlar, yangi vakansiyalar chiqadi. Moskva, Moskovskiy oblast, butun Rossiya territoriyasi bo'yicha kim o'sha ishlarni qidirayotgan bo'lsa, shunchaki kommentariyaga tushinglar, birinchidan zakrepit qilib qo'yganman. O'sha Telegram gruppaga kirasiz, a'zo bo'lib qolasiz. O'sha joyda har kuni glavniy direktor o'zi yangi ishlarni chiqarib boradi. Qaysi bir yoqsa nomerlargacha turadi. Pramo aloqaga chiqib, o'sha ishga borishinglar mumkin. Men aytmoqchimanki, Telegramdan aldanib qolmanglar, boshqa joylarga qidirib, aynan mana shu silka orqali, men ko'rsatgan Telegram silka orqali ishni yana topishingiz mumkin. Chunki bu bizda faqat Kashira emas, ne tolqa Kashira, boshqa Moskva, Moskovskiy oblast territoriyasida smenasi 3700 dan boshlab u yog'i 6000 rublgachalik ob'yomlik ishlar ham tiqilib yotibdi. Hamma joyda bor. Moskovskiy oblast Pushkinada, Domodedovoda, xullas hamma joyda bor.
bu haqida to'liq ma'lumotni, ya'ni mana shu kashiraga teplitsadan tashqari skalad haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana ekrandagi nomerlarga telefon qilib, menga kashiradagi teplitsa emasmi yoki boshqa skaladda ish bormi, yana qanday vakansiyalar bor, bizga tanishtiring desanglar, sizlarga batafsil Olga Tatyana to'liq ma'lumot beradi. Xohlagan vakansiyalarga xohlagan paytda borib joylashishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, ishlar butun Rossiya territoriyasida, hamma joyda, Moskva oblast, xullas hamma territoriyada bor. Podolskda bor. Men bilganlarimda hamma joyda bor. Shuning uchun eng yaxshisi, kim ish haqida, o'sha boshqa ishlar haqida to'liq ma'lumot oladigan bo'lsalar, ekranda nomerlar turibdi. Ofislarimiz bor, manzillarni aytsanglar borib, manzilni berishadi. Ofisda kerak bo'lsa o'tirib, gaplashib, ana undan keyin ishga borsanglar bo'ladi. Ya'ni men ishni shunchaki aytmoqchimanki, ofitsialniy ish, trudodagor kompaniya o'zi qilib beradi, puliga aldamaydi demoqchiman. O'shaning uchun hech ikkilanmasdan kimga ish kerak bo'ladigan bo'lsa, har doim ikkala nomerlarimiz ishlaydi. Telegram, WhatsApplar bor, promoy aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Faqat 18 dan 50 yoshgacha teplitsaga, 18 dan 45 yoshgacha qolgan skaladlarimizga. Skaladlarga 45 dan balandni olmaydi. Faqat mana shu teplitsaga 50 gacha olishi mumkin. Shuning uchun kimga nima ish kerak bo'ladigan bo'lsa, tezda ekrandagi nomerga aloqaga chiqamiz hamda Telegram gruppamizga albatta a'zo bo'lib qolamiz. Kim mana shu video agar sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham shu videoni ulashib qo'ying. Zora shu Moskva yoki oblast territoriyasida ish qidirib yurgan aka opa singillarimiz shu video orqali ishli bo'lsa, biz maqsadga erishgan bo'laylik. Bizning maqsad, bilasizlar, musofirda hammani ishli bilan ta'minlash va bu maqsad sari hech qachon to'xtamaymiz, izlanishda davom etamiz. Hammanglar mana shunday poddesh qilib turibsizlar, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Layklarni gumburlatamiz, videolarni poddelisa qilamiz. Albatta Zuhriddin Musofir kanalida qolamiz. Sog' bo'linglar, kuninglar